Kimda qo'l oyoqlarda muzlash, sovqotish, sovuqqa sezuvchanlikni oshishi, ayniqsa qish faslida, sovuq paytlarda zaxlarni, konditsionerlarni sezish kuzatilayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan bu kishilarning mizojlari sovuqqa qarab o'zgargan bo'ladi. Ayniqsa qo'l oyoqlarda tortishlar kuzatilayotgan bo'lsa, tomir tortishlari, bunda asablarning mizoji ham sovuq ekanligini belgisi bo'ladi. Buni uy sharoitida davolash uchun qizdiradigan ta'sirga ega bo'lgan yog'larni kuniga 1 marta 2 marta surib turish kerak bo'ladi. Qo'l oyoqlarga masalan sedanamoyi, qust yog'i juda yaxshi sinalgan yog'lardan hisoblanadi. Mana shu yog'larni kechqurun yotishdan oldin bir mahal terini yog'lab, uqalab teriga singdirish kerak bo'ladi. Mana shuni uzoq muddat qilib borsa, qo'l oyoqlarda sovqotish, mizoji sovuqligi kamayib boradi. To'liq mizoji sovuqligini yo'qotmoqchi bo'lsangiz, menga murojaat qilishlaringiz mumkin.